Ushbu loyiha Toshkent viloyati Mikrokredit bank, Toshkent viloyati Toshkent tumani Oydin hayot mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 11-17 sonli konturga asosan yer maydonimizga sabzi mahsuloti ekilgan. Ushbu yer maydonimiz 309 gektarni, ya'ni uzunligi 390 metr, bo'yi esa 100 metrni tashkil etadi. Maydonda ekinimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinib kelinmoqda. Hozirda sabzi mahsulotimiz rivojlanish jarayonida. Ekinimiz yetishtirish 120 kun davomiyligida bo'ladi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan boyintiriladi. Ushbu loyihaga 15 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 28 sotixdan maydon to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor, Osiyo Saxovat MChJ, Oydin hayot korporativ ishlab chiqarish biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, umumiy miqdorda esa 90 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda esa ekin maydonini kattalashtirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish ko'zda tutilgan.